Dunyodagi eng zo'r romantika Madina-i Munavvarada, ya'ni muhabbat shahrida bo'lar ekan. Zo'rda, qaranglar, qanaqa go'zal. Mana shunaqa manzara. Tungi Madina zo'r. Orqa tomonimizda Masjid-i Nabaviy. Qanaqa suvlarda ovolib, chaqchuqlar chaqib, ikkita sevishgan qalb, Alloh uchun bir-birimizni sevgan qalblar ham suhbat bo'lib o'tiribmiz. Juda ham zo'r manzara, zo'r. Ilindim to'g'risi sizlarga ham. Ko'rib shunaqa bahri dilingiz ochiladi. Juda ham dahshat. Madina shunaqangi sokin shahar ekan. Bekor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muhabbat shahri deb aytmagan ekanlarda. Qaranglar, qanaqa go'zal, qanaqa zo'r, mazza joylar. Shuni Masjid Nabaviyga kirish eshiklari tomon qaranglar. Juda go'zal. Mana bu mehmonxona ham zo'r ekan. Ha, onajonsi, nima deysiz? Sog' bo'ling, baxtimga ilohim. Nima deymiz endi sevgan yorlarimiz uchun? Orqamda qolsin deb duo qilamiz-da.